Navruzning betakror sehru jozibasi yurtimiz hududlarida o'tkazilayotgan xalq sayillarida, bayram tantanalarida o'z ifodasini topyapti. Xalqimizga xos mehr-oqibat, saxovat, obodlik kabi fazilatlarni o'zida mujassam etgan Navro'zi olam Farg'ona viloyatining olis So'x tumani mahallalarida ham ko'tarinki kayfiyatda qarshi olinmoqda. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz shiori ostida So'x tumanidagi markaziy o'yingohda bo'lib o'tgan bayram tadbiriga nuroniy otaxon va onaxonlar, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan xotin-qizlar, mehnat faxriylari, mahalla faollari, yoshlar taklif qilindi. Bir tomonda sport musobaqalari, bolajonlarning chiqishlari bayram tadbiriga o'zgacha fayz baxsh etgan bo'lsa, yana bir tomonda bahoriy taom, sumalak, ko'k somsalar, chalpak, turli pishiriqlar tayyorlab ishtirokchilarga tortiq qilindi. Bugun So'x tumaniga kelsangiz milliy urf-odat va qadriyatlarimiz saqlanib kelayotganiga guvoh bo'lasiz. Ayniqsa ular milliy libosga alohida e'tibor qaratadilar. Zero so'xlik vatandoshlarimiz milliy liboslar xalqning asliy an'analarini mujassam va tarannum etgan muhim vosita deb biladilar. Navruz saylida ham bu yana bir karra o'z ifodasini topdi. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan yana bir marta milliy qadriyatlarni, milliy an'analarimizni ro'yobga chiqarish, o'zligimizni, millatimizni, millat iftixorini ro'yobga chiqarish maqsadida qilingan tashabbuslar bilan yana biz o'zligimizga qaytyapmiz. Milliy kiyimlar bilan mana Navruzga peshvoz chiqib, Navruzni kutib olib, ro'za-i Ramazonda hamma chiroyli kayfiyatdamiz. Mayin bahoriy navo bilan boshlangan bayram tadbiri katta tantanaga aylanib ketdi. San'at g'unchalari va so'xlik san'atkorlar qo'shiqlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Bayram sahnasida ijro etilgan har bir qo'shiq, ayniqsa tuman folklor jamoasining bayramona tayyorlangan kompozitsion dasturi barchani raqsga chorladi. Davlatimiz rahbari So'xga katta e'tibor berilyaptilar. Shuning uchun katta o'zgarishlar bo'lyapti. Yo'llar asfalt bo'lyapti, betonlashdi, ko'chalarga yangi stolbalar o'rnatilgan. Umuman So'xda obodonchilik ishlari yuqori saviyada tashkil etilgan. Shuning uchun xalqning kayfiyati yuqori darajada. Fursatdan foydalanib, hammalaringizni Navruz bayrami bilan, Navro'zi ajam bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Shu kuni markaziy o'yingoh hududida nuroniylar va tuman faollari ishtirokida yaxshi niyatlar bilan ko'chatlar ekildi. Bir so'z bilan aytganda, yuqori ko'tarinkilik bilan o'tgan Navruz bayrami shodiyonalari so'xlik vatandoshlarimiz qalbida vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat, o'zlikni anglash, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Tumanda bayram tadbirlari davom etmoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.